Analizlarsiz nimalar qabul qilish mumkin? Birinchisi, bu albatta magniy. Deyarli hammada magniy yetishmovchiligi uchraydi. U asab tizimi, uyqu, mushaklar va stressni kamaytirish uchun muhim. Profilaktik doza kuniga 400 mg. Ikkinchisi, yod. O'zbekiston yod tanqis hudud hisoblanadi. Shuning uchun yodni profilaktika uchun qabul qilish muhim. Hatto yod yetishmovchiligi bo'lsa ham profilaktik doza organizmga zarar qilmaydi. Norma kuniga 150 mikrogramm. Uchinchisi, B guruh vitaminlari. Bu suvda eriydigan vitaminlar bo'lib, organizmda to'planmaydi va har kuni sarflanadi. Ular asab tizimi, energiya va modda almashinuvi uchun judayam muhim. Profilaktik dozada qabul qilish mumkin. Vitamin C. Bu suvda eriydigan vitamin bo'lib, oddiy dozada zarar yetkazish judayam qiyin. Immunitet, qon tomirlar va teri uchun foydali. Optimal doza kuniga 500 mg.